Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda bir bobojon sholg'om ekibdi. Sholg'om o'sib katta bo'lib chiqib, bobojon torta olmabdi, kampirini chaqiribdi. Kampir bilan tortisha olmabdi. Nevarasini chaqiribdi. Nevarasi kelibdi. Bobojon, kampir va nevara torta olmabdi. Nevara o'zini itini chaqiribdi. Kel, yordam ber. Birgalikda tortisha olmabdi. It esa mushukni chaqiribdi. Mushuk yordamga kelibdi. Ular birgalikda tortisha olmabdi. Keyin mushuk chichqonni chaqiribdi. "Hay, chichqon voy, kela qol, bizga yordaming kerak" debdi. Chichqon kelibdi. Chichqon ham yordamga shoshibdi. Bir tortgan ekan chiqib ketibdi ana.